Stukela qiziqarli ekranlar haqida gaplashamiz bugun. Neroni yangi devayslari bu sharoviy ekran kotellar uchun va badanga nagrevatchilarga 1.2 nakidnoy adapterlik полный latundan, полный проходной sharigam latundan demontajga nakidnoy adapteri masofaga ega, bemalol o'rnatishga va demontaj qilishga qulay. Bunisi amerikankalik 25 ga 1.2 ichki rezba. Ishlashlari juda ham yumshoq va ruchkasi ham eng asosiysi juda ham baquvvat. Yana keyingi ekranimiz bu rocker kran, syomniy, полный latundan, полный проходной. Buni radiatorga ko'pchilik ishlatyotdi va отоплениyaga o'zi asosan ishlatiladi bu kran va o'tgan 2-3 yil ichida juda ham ko'p qurilishlarda arzon radiator kran shariklik ko'proq chiqqaniga ko'p ustalar mashinaga o'tib oldi va buni juda ham ko'p raqobatchilar bor narx borasida. Biz raqobat uchun emas, funksionallik uchun kurashamiz. Aynan shu raqrda bizni texnik jamoamizni montaj va demontajga bo'lgan e'tiborini hisobga oldik. Mana rezinasi konuslik. Keyingi ekranimiz bu aynan radiator uchun bokovoy va primoy ekranlarimiz Neroniki, hamma razmerlari mavjud. Buni qulaylik tarafi kran buksalik 360 talik gidroudarga qarshi kurashadigan. Kran buksasini bemalol bizdan va butun O'zbekiston do'konlaridan topsangiz bo'ladi. Bu полный проходной, butun metallik chaslari latundan. Endi savolimiz bor. Bu kranni hamma eski santexniklar bilishadi. Qaysi mamlakatda ishlab chiqariladi va bu nima uchun mo'ljallangan? To'g'ri javobni berganligi kichkina sovg'alarimiz bor va bu zavod hozir mamlaqa zabardast PN40 lik sharoviy ekranlar 15 dan 50 gacha ishlab chiqaryapti. Buni ham shahar do'konlaridan so'rasanglar bo'ladi. Ma'lumot qiziqarli bo'lsa, shu qizilchani qizartirib qo'yasizlar, yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar.